Aziz do'stlar, bugun sizga muhim bir chaqiriq bilan murojaat qilmoqchimiz. Biz Isroildagi nogironlar jamiyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ulkan harakatga sizni taklif etamiz. Bu harakatga qo'shilib, o'zgarish yaratishga yordam bering. Biz siz kabi insonlar tomonidan yaratilgan samimiy video kontentlarni qidirmoqdamiz. Bu videolar nogironlar jamiyatini qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Sizning videolaringiz xabardorlikni oshirishga yordam beradi. Ular muhim masalalarga e'tibor qaratadi. Bu esa o'zgarish uchun kuchli ovoz yaratadi. Har bir shaxsiy hikoya, har bir samimiy so'z katta ahamiyatga ega. Keling, birgalikda bu ovozni kuchaytiramiz. Biz haqiqiy inson tomonidan yaratilgan videolarni qidirmoqdamiz. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentlar qabul qilinmaydi. Sizning shaxsiy tajribangiz va his-tuyg'ularingiz biz uchun juda qadrli. Videolar istalgan tilda bo'lishi mumkin. Bir nechta videolar va turli tillardagi kontentlar ham mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Til to'siq emas, balki imkoniyatdir. Videolarning uzunligi ham muhim emas. Qisqa kliplar yoki uzunroq lavhalar ham mukammaldir. Asosiysi, sizning xabaringiz aniq va ta'sirchan bo'lsin. Har bir video ovoz, tasvir va nutqni o'z ichiga olish kerak. Ayol yoki erkak ovozlari ham mos keladi. Sizning ovozingiz bu harakatning bir qismidir. Video fayllari muhtoj formatida bo'lishi shart. Bu format bizga videolarni osonlik bilan qayta ishlash va tarqatish imkonini beradi. Texnik talablarga rioya qilish lozim. Iltimos, video fayl nomiga ta'min qiling. Masalan, Hebrew Superfort sablik, Miktor yoki o'zbek nogironlar uchun Miktor. Bu bizga videolarni tartibga solishda yordam beradi. Bu videolar Isroildagi nogironlarning kurashlari va huquqlari haqida xabardorlikni oshirish uchun ishlatiladi. Ular adolat va qadr-qimmat uchun kurashimizda muhim ahamiyatga ega. Sizning hissangiz beqiyosdir. Asaf Benyamin Isroilda nogironlar huquqlari bo'yicha taniqli himoyachidir. U tinimsiz mehnat qilib, quyidagi muhim mavzularga e'tibor qaratmoqda. Uning sa'y-harakatlari ko'plab insonlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan. Reabilitatsiya instruktorlarining ahvoli juda og'ir. Davlatning ruhiy salomatlik xodimlari uchun sharoitlarni yaxshilay olmasligi tizimga zarar yetkazmoqda. Bu instruktorlar jamiyatning muhim qismidir. Nogironlar uchun iqtisodiy qiyinchiliklar ham dolzarb masala. Yetarli moliyaviy yordamning yo'qligi Isroildagi nogironlarning hayot sifatiga ta'sir qilmoqda. Ular munosib hayot kechirishga haqlidirlar. Tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati cheklangan. Harakatlanish qobiliyati cheklangan shaxslar uchun uyda ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlarni ko'paytirishga chaqiramiz. Har bir inson sifatli tibbiy yordam olishi kerak. Teng huquqlar va adolatli uy-joy uchun kurash davom etmoqda. Isroildagi nogironlar uchun munosib uy-joy yordami va qo'llab-quvvatlash uchun kurash olib borilmoqda. Uy-joy har bir insonning asosiy huquqidir. Sizning hissangiz bu muhim masalalarni yoritishga yordam beradi. U Isroil bo'ylab nogironlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Har bir video bir umid nuridir. O'z videongizni nogironlar jamiyatini qo'llab-quvvatlash xabari bilan yarating. Yoki yuqorida aytib o'tilgan masalalardan biriga e'tibor qarating. Sizning ijodingiz biz uchun qimmatlidir. Videongizni yoki videolaringizni muhtoj formatida taqdim eting. Bu format bizga videolarni osonlik bilan qabul qilish imkonini beradi. Iltimos, texnik talablarga rioya qiling. Video fayllaringizni Asaf Benyaminiga 72 asaf@com elektron pochta manziliga yuboring. U sizning hissangizni kutmoqda. Har bir yuborilgan video katta ahamiyatga ega. Video fayl nomiga ishlatilgan tilni kiritishni unutmang. Masalan, English Export sablik Miktor. Bu bizga videolarni samarali boshqarishda yordam beradi. Sizning ovozingiz Isroildagi nogironlar jamiyatining hayotini o'zgartirishi mumkin. Keling, birgalikda bu muhim ishni amalga oshiramiz. Har bir harakatimiz katta natijalarga olib keladi. O'z ovozingizni baham ko'rish orqali siz Isroilda muhim o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam bera olasiz. Biz nogironlar jamiyati munosib e'tibor, resurslar va huquqlarga ega bo'lishini ta'minlash uchun sizning videolaringizga muhtojmiz. Sizning ishtirokingiz juda qadrlidir. Har bir video bir qadamdir. Har bir hikoya bir umiddir. Keling, birgalikda bu yo'lda harakat qilamiz. Sizning yordamingiz bilan biz yanada yorqin kelajakni qura olamiz.
Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Asaf Benyamini bilan 972 58 678 raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. Yoki 72 Asaf @com elektron pochta manziliga xat yuboring. U sizning savollaringizga javob berishga tayyor. Ushbu maqsad haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Asafning to'liq ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, uning tibbiy ma'lumotlari ham mavjud. Bu ma'lumotlar sizga vaziyatni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu maqsadga xayriya qilish imkoniyati ham mavjud. Har bir xayriya nogironlar jamiyatiga bevosita yordam beradi. Sizning saxovatpeshaligingiz katta farq qiladi. Asafning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. U yerda siz uning faoliyati va yangiliklari haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Uning ishini qo'llab-quvvatlang. Yordamingiz uchun tashakkur. Keling, barchamiz uchun yorqinroq kelajak yarataylik. Sizning hissangiz bilan biz katta o'zgarishlarga erisha olamiz.